Sizni juda ham ko'p obrazlarni sahnada ko'rganmiz. Jumladan kinoda ham juda ko'p rang-gorang, bir-biriga o'xshamaydigan obrazlar yaratgansiz. Masalan, Yalantosh, Qora Botir, Qolinshoh. Mana shu kinodagi ijodlaringiz haqida 2 oz gapirib bersangiz. Endi bir qiziq narsa. Teatr bilan kinoni farqi shundaki, teatrda biz har xil holatda o'ynayveramiz. Kinoda siz bugungi o'ynagan rolingizdan tashqari ertaga qanaqa holatda kelasiz? Ha ijobiymi, ha salbiymi? O'sha narsani yo'qotmasligingiz kerak. Yurishda, harakatda, qadam qo'yishda bular albatta kerak. Har qaysi rol borki, masalan, ijobiy rolda siz albatta fikr juda boshqacharoq bo'ladi. Shuning uchun ko'pincha o'shaning uchun ham umuman men endi ko'proq o'zimizning aktyorlardan, sovet aktyorlardan tashqari, masalan, chet el aktyorlarini ham ko'p ko'raman. Ularda agar ko'rgan bo'lsanglar, hech qanday nima, ammo ichi yonib turadi. Albatta, bu teatrda ham kerak bu. Teatrda fikr, yurak albatta qo'lingizda turish kerak. Masalan, olaylik, biz Elyor Eshmuhammedov bilan uchrashuv, vidolashuv kartinasida men hali Yunus ota rolini o'ynadim. U odam chet elda bir qancha ham turgan, 90 dan oshgan, u odam bor ekan hozir. Men shu obrazni o'ynayotgan vaqtimda Elyor Eshmuhammedov menga shunday narsa gapirib qoldi. Shukur aka, men shunday talab bilaman, men tushunchamcha shu obraz shunday dedi. Men aytdimki, xo'p, yaxshi. Siz o'z fikringizda turavering. Men o'z fikrimda turaman. Uni 3 o'g'li bo'lgan. Bittasi Makedoniyaga uylangan, bittasi fransuzga uylangan, bittasi nemkaga uylangan. Bular 3 o'g'il ketib qolgan. Bir o'zi qolgan. Er xotin qolgan. Bularning maqsadi Turkistonga kelib o'lish. Haligi bizda o'zbeklarda bor vatan gadosi. Bildingizmi? Shuncha million puli bo'lishiga qaramasdan o'z vataniga kelib o'lmoqchi bo'lgan. Ana shu obraz. Endi men o'yinda tansa qilib turib, men shu odamni fikridan kelib, Ali Rustam degan sizlarga o'xshagan giroyi bor. Shu giroydan so'raydi chol. Xo'sh, bolam, menga ruxsat berildimi, yo'qmi deydi. Yo'q ota, endi maqsadsiz qarib qopsiz, boshqa bo'lib qopsiz deb bola halidaka nima qiladi-di. Shundaymi deydi, turib ketadi. Keyin men aytdim, Elyorga aytdimki, apparatdan 4 ta 5 qaysi joyga boraman? Sen menga определённый точкangni aytib ber. Xo'p, o'sha точкаga dedim apparat qo'yib qo'y. Yana siz sezasiz. Aktyor ham sezadi, operator ham sezadi. Qanday yo'l? Shu yerda turib, endi Elyor bilan gaplashmaganman men. Men yig'laymanmi, kulamanmi, nima ish qilaman ma'lum emas. Men u Elyor talab qilyapti-ki, men tansa qilishim kerak. Xo'p dedim-de, shunda operatorning oldiga kelib, shunga kelib turdim. Turib, apparatga qarab turib yig'layverdim. Yig'lab o'ynadim. Men o'zimcha, men hozir bu yerdagi gazetalarda, boshqalarda, chet mamlakatda chiqqan gazetalardagi zametkalarda shunday, xuddi men aytgan narsani o'zi chiqqan. Men o'sha vatan gadoligi, uni qiynalganligi, hattoki o'zini osishgacha kelgan. Agar yonida o'sha to'pponchasi bo'lsa, o'zini otib tashardi. Shuni o'ynadim, yig'lab o'ynadim. Ko'rganmiz, Shukur aka, o'sha kichkinagina bir epizod bor, restoranda. Restoranda. O'shani o'ynab turib, butun ko'zingizdan yosh to'ladi. Shunda bilinadimi shu odamni qiynalganligi, boshqa bo'lganligi bilinadi. Wearing smells from laboratories, facing a dying nation.
Опять заказал эту музыку. Ну что ты с ним сделаешь? Даже смешно. Как ребенок. Вбил себе в голову, что это похоже на наши старые песни. Somewhere inside something there is a rush of greatness. Who knows what stands in front of our lives? I fashion my future on films in space. Silence tells me secretly